aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Innalloha harrama alaykum uquqal ummahat va va'dal banat va man'an wahat va kariha lakum qila va qal va kasratus sual va idha'atal mal." Harom qildi Alloh sizlarga, harom bo'ldi sizlarga, harom qilindi sizlarga onalarga azob berish, onalarni dilini ranjitish harom. Katta gunoh. Harom qilingan onaning diliga azor berishlik Alloh taolo tomonidan. Ranjitish, azor berish, xafa qilish. Ayniqsa qarigan sari onani ko'yni kichkina boladay bo'lib qoladi. Araz parazni yig'ishtirasiz. Onadan o'tganini bir joyga qo'yib yig'ishtirasiz. Yemaylisizmi, yalinasizmi, dod deysizmi, yig'laysizmi, onangizni rozi qiling, kuldiring. Ba'zi katta yigitlar bor. O'zlari dilimni xafa qilib qo'yadilar-da, o'zlari meni qarg'iylar, urishaylar. Hey, oyog'iga yiqilaver. Sani onang o'sha. Nima degan taqdirda ham. Onajonim deb turur. Ana shu yutuq sizga bo'ladi. Onam meni xafa qildi, bolamni urdi, xotinimni ko'ra olmaydi deydigan nomard bolalar bor. Bu gaplarni gapirmang onangiz to'g'risida, uyat. Uradimi, so'kadimi, haqqi bor. Haqqi bor. Sizning haqqingiz yo'q. Onaga arazlashga, onaga do'q qilishga sizda haq yo'q. Lekin onada million marta haq bor. Sizni urishga ham, so'kishga ham. Va siz shu onaning dilini azor berishlik sizga harom qilingan.